Assalomu alaykum. Kuzatuvchilarimizga chokka odamni uderdan kelib qoldi. Yaqinroq keling aka. Qo'ygan har bitta sivit narxi o'zi palon pul. Absol kiret qiymat. Diskini Afg'oniston to'qib qo'yilgan. Salonlarini qo'yavering. Salonlari o'ynalib pulta chiqib tushadi. Hammasi salonlari zavodskoy sidinalar. Eva ko'rlar hammasi so'p qo'yilgan. Mashtamizda hech qanaqa kamchiligi yo'q. Eng qizig'i hozir pulni bosamiz, orqasini ham ochamiz. Orqadan mana pultni mosto'chlardan bu xolasa boshlamimizni qishga tayyor, mana qishga bu xolasa propan gaz, mana propan benzinda moshlamimiz yurib turibdi. Bu xolasa hech qanaqangi kamchiligi yo'q. Orqadan butun bu moshlamimizni Ligoy dokument bo'ladi. Iloji bo'lsa oformleni qilib olsangiz juda yaxshi bo'ladi. Chunki 1.300.000 ga 3 yillik generallik ham qilasiz. 1.600.000 ga o'zingiz nomingizni oldi-sotib qilib qo'ysangiz shartnoma bilan yuraverasiz. Hech qanaqangi muammosi yo'q. Xohlasangiz oformleni, xohlasangiz generalligi ko'proq yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa bu moshlamimizni narxi kelgan bo'lsa 1800 dollarga ozginagina o't beramiz. Ozgina. Keling ko'ring moshlarni yo'qda yana gaplashamiz. Güzel şuna mı